Kunlik ish tartibim erta bilan soat 6 da boshlanadi. Birinchi o'sha ustalarga qurilish anjomlari, qurilish materiallarini magazindan olib borib beraman. Yana qo'shimcha qo'shnilarda yuklar chiqib qoladi, ular yetkazib boraman. Undan keyin sal havo yurishgandan keyin soat 9:00lardan keyin assalarlar bilan shug'ullanaman. Undan ham vaqt topsam issiqxonaga kiraman. Har kunlik ishimiz shunaqa o'tadi. 7 oylik chaqaloq paytida sandaldagi cho'g'ga tushib ketgan O'lmasjon Jumayevni o'sha payt shifokorlar oyoqlarini kesib tashlash yo'li bilangina hayotini saqlab qolishgan. Yurishga harakat 2005-yilda bo'lgan, birinchi marta. O'sha ungacha asosan uyda o'tirardim, aravachada yurardim, Mo'lgarolar aravachasida. Shundan keyin 3 daqiqa, ma'lum vaqt 5 daqiqa, keyin ashta yarim soat bo'lib, sekin-sekin ko'nikib. Xudoga shukr, mana hozir tabiiy oyoqda yuraveraman. Ayni dam oilasining yagona boquvchisi bo'lgan O'lmasjon hozirda tinimsiz mehnat qiladi va ba'zi to'rt muchasi sog' insonlardan ko'ra yaxshi hayot kechiradi. Oilada 6 jon yashaymiz. Qo'ldan kelgancha shu oilani kami ko'stini joy-joyiga qo'yishga harakat qilyapman. Yo'q, odam yollamayman. Asosiy daromadlar o'sha issiqxona bilan asalaridan. Qurilish anjomlari prokati hozir shuni yo'lga qo'ydim, yangi. O'sha skuterda yuk tashiyman, issiqxona. Xullas, bo'sh vaqt yo'q, Xudoga shukr. Shunga yarasha